Assalomu alaykum aziz do'stlar va kanalimizning qadrli obunachilari. Bugun juda muhim, dolzarb va ayni paytda ko'pchilikni xavotirga solayotgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Yaqinda internetda va turli ijtimoiy tarmoqlarda qonun qabul qilindi. Fuqarolar o'z kvartiralaridan ayriladilar degan sarlavhali xabarlar tarqaldi. Bu sarlavha afsuski minglab odamlarni tashvishga solib, ularning tinchini buzdi. Bugungi videomiz aynan shu xabarning o'rtida qanday haqiqat yotganini, bu xavotirlar qanchalik asosli ekanligini, qaysi hollarda mulkingizdan ayrilish xavfi borligini va eng muhimi, o'zingizni va mulkingizni qanday himoya qilish kerakligini chuqur tahlil qilib beradi. Bu ma'lumot har birimiz uchun mulk egasi bo'lasizmi yoki ijara shartnomasi asosida yashaysizmi? Farq yo'q, o'ta muhim ahamiyatga ega. Agar siz kvartira, uy yoki biron bir ko'chmas mulk egasi bo'lsangiz, ushbu video sizning huquqlaringiz, majburiyatlaringiz va ularni himoya qilish yo'llari haqida hayotiy bilimlarni beradi. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar boshqa insonlarga ham yetib borishiga yordam beradi. Xo'sh, muammoning mohiyati nimada? Nima uchun bunday vahimali xabarlar tarqalmoqda? Aslida qonun qabul qilindi. Fuqarolar o'z kvartiralaridan ayriladilar degan to'g'ridan-to'g'ri bir qonun qabul qilingani yo'q. Bunday sarlavhalar ko'pincha mavjud qonunchilikdagi o'zgarishlarning noto'g'ri talqin qilinishi yoki ayrim yangiliklarning sensatsiya orqali haddan tashqari oshirib yuborilishi natijasida paydo bo'ladi. Avvallari ham ko'chmas mulkni yo'qotish bilan bog'liq vaziyatlar mavjud edi. Masalan, yirik qarzlar, ipoteka shartnomalari bo'yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki davlat ehtiyojlari uchun yerlarni olib qo'yish kabi holatlar. Bu holatlar yangi emas. Ular doim qonun bilan tartibga solingan. Asosiy farq shundaki, oxirgi yillarda mamlakatimizda ko'chmas mulk bilan bog'liq qonunchilikka bir qator o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritildi. Bu o'zgarishlar mulk egalarining huquqlarini yanada mustahkamlashga qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi majburiyatlarga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan oqibatlarni ham aniqlashtirdi va kuchaytirdi. Misol uchun, Moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligi faoliyati yanada takomillashtirildi. Mulkni ro'yxatga olish tartiblari aniqlashtirildi. Ipoteka kreditlari berish va ularni undirish mexanizmlari tartibga solindi. Shu bilan birga, majburiy ijro harakatlar samaradorligini oshirish maqsadida Majburiy ijro byurosi IMIB vakolat doirasi kengaytirildi. Aynan IMIB faoliyatidagi ba'zi yangiliklar va qarz undirish bo'yicha kuchaytirilgan choralar. Shuningdek, shaharlarni obodonlashtirish va yangilash dasturlari doirasida eski uylarning buzilishi kabi holatlar fuqarolar o'z kvartiralaridan ayriladilar degan shov-shuvli xabarlarga sabab bo'lmoqda. Ya'ni gap yangi bir martalik kvartirani tortib olish qonuni haqida emas, balki mulkiy munosabatlarga oid mavjud qonunchilik normalarining yanada aniqroq va ba'zi hollarda qat'iyroq qo'llanilishi haqida ketmoqda. Hozirda asosiy e'tibor aynan shu kabi holatlarga qaratilgan bo'lib, biz bularni birma-bir tahlil qilamiz. Birinchi asosiy qism, nimalarni bilishimiz kerak, kim xavotirga tushishi kerak va kim uchun xavotirlanishga sabab yo'q. Birinchidan, ko'chmas mulkdan mahrum bo'lishning eng keng tarqalgan sababi bu moliyaviy majburiyatlarni bajarmaslik, ya'ni qarzlar. Bu holat yangi emas, lekin oxirgi paytlarda qarz undirish mexanizmlari kuchaytirildi. Kimlar xavotirga tushishi kerak? Kommunal to'lovlardan katta qarzdorligi borlar. Suv, gaz, elektr energiyasi, issiqlik ta'minoti, chiqindi yig'imi va boshqa kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmaslik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Tasavvur qiling, siz qariyb bir yildan beri, ya'ni 12 oy davomida kommunal to'lovlarni umuman to'lamadingiz. Har oy o'rtacha 500 ming so'm hisobida qarz qariyb 6,5 ming so'mga yetdi. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilot dastlab sizga ogohlantirish xatlari yuboradi, so'ngra sudga murojaat qiladi. Sud qarori asosida agar siz ixtiyoriy ravishda qarzni to'lamasangiz, ish MIBga o'tkaziladi. MIB xodimlari dastlab bank hisob raqamlaringizni muzlatishi, so'ngra mulkingizga nisbatan ijro harakatlari boshlashi mumkin. Ya'ni kvartirangizni garovga qo'yib, kimoshdi savdosi orqali sotish orqali qarzni undirishga urinishi mumkin. Ayniqsa, agar qarz juda katta bo'lsa va undirishning boshqa usullari mavjud bo'lmasa. Ba'zi hollarda agar qarz juda katta miqdorni tashkil etsa va mol-mulkdan boshqa undirish imkoni bo'lmasa, sud qarori bilan kvartira musodara qilinishi mumkin.
Masalan, qarzingiz 1 ming so'mdan oshsa va bu miqdor boshqa mol-mulk bilan qoplanmasa, kvartirangiz xatlovga olinishi mumkin. As-taras bankdan olingan kredit yoki ipoteka shartnomalari bo'yicha qarzdorlar. Bu eng jiddiy holatlardan biri. Ko'pchilik o'z uyini garovga qo'yib ipoteka krediti oladi. Agar siz masalan 25 yil muddatga 300 ming so'm ipoteka krediti olgan bo'lsangiz va so'nggi 6 oy davomida to'lovlarni amalga oshirmagan bo'lsangiz, bank sizga bir necha bor ogohlantirish xatlari yuboradi. Agar javob bo'lmasa, bank shartnomada ko'rsatilganidek sudga murojaat qilish huquqiga ega. Sud qaroriga ko'ra sizning kvartirangiz bankning foydasiga o'tkazilishi va kimoshdi savdosi orqali sotilishi mumkin. Bu yerda qarz miqdori emas. Balki shartnoma shartlarini bajarmaslik muhimdir. Kvartirangiz kreditning asosiy garovi bo'lgani uchun u birinchi navbatda undirish obyektiga aylanadi. 30 boshqa turdagi yirik qarzdorliklar, masalan, soliqlar, jarimalar, aliment to'lovlari. Tasavvur qiling, siz doimiy ravishda aliment to'lovlarini to'lamayapsiz va qarz miqdori 50 ming so'mdan oshib ketdi yoki avtomobil jarimalaringiz. Mulk solig'i bo'yicha qarzingiz juda katta summani tashkil qilmoqda. Bu holatlarda ham sud qarori asosida mulkingizga nisbatan ijro harakatlari qo'llanilishi mumkin. Ayniqsa, aliment majburiyatlarini bajarmaslik jiddiy huquqiy uqubatlarga olib keladi va qonunchilikda bu borada qat'iy choralar belgilangan. Ikkinchidan, asr shaharlarni obodonlashtirish va yangilash dasturlari doirasida eski, avariya holatidagi yoki shaharning bosh rejasiga mos kelmaydigan uylarning buzilishi. Bu ham jiddiy xavotirlardan biri. Kimlar xavotirga tushishi kerak? Birmi? Eski, amortizatsiyalashgan, avariya holatidagi uylarda yashovchilar. Masalan, siz 1960 yillarda qurilgan, kommunikatsiyalar eskirgan, seysmik chidamliligi shubhali bo'lgan biror 2 qavatli g'ishtli uyda yashaysiz. Shahar hokimiyati yoki boshqa mas'ul tashkilot bu uyni istiqbolli rejalar asosida buzishga qaror qilishi mumkin. Bunda aholining roziligi har doim ham asosiy omil bo'lmasligi mumkin. Agar uy avariya holatida deb topilsa yoki davlat ehtiyojlari uchun zarur bo'lsa, bunday holatlarda qonunchilikka ko'ra sizga avvalgi turar joyingizga teng qimmatli boshqa kvartira taklif etiladi yoki bozor narxida pul kompensatsiyasi to'lanadi. Misol uchun, sizning 2 xonali kvartirangiz bozor qiymati 400 ming so'm deb baholansa, sizga shu qiymatga teng yangi kvartira yoki shu miqdordagi pul to'lovi taklif qilinadi. Ba'zi hollarda agar siz shartlarga rozi bo'lmasangiz, sud orqali qaror qabul qilinishi mumkin, lekin mulksiz qolishingizga yo'l qo'yilmaydi. Sizni yangi kvartira bilan ta'minlash yoki pul kompensatsiyasi to'lash majburiyati mavjud. 2. Mulk hujjatlari tartibga solinmagan, kadastr hujjatlari yo'q yoki noto'g'ri bo'lgan mulk egalari. Tasavvur qiling. Siz 2000 yildan beri bir kvartirada yashaysiz, lekin meros qilib olishda kadastr hujjatlarini rasmiylashtirmadingiz. Yoki uy hujjati do'stingizning nomida, siz esa u yerda propiskadasiz xolos. Bunday holatda agar uy buziladigan bo'lsa, siz mulk egasi sifatida emas, balki ijara shartnomasi asosida yashovchi shaxs sifatida ko'rib chiqilishingiz mumkin va bu sizning huquqlaringizni sezilarli darajada cheklaydi. Moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligi ma'lumotlariga ko'ra, juda ko'p mulklarning hujjatlari to'liq emas yoki umuman yo'q. Bu fuqarolar uchun katta xavf tug'diradi. Kim xavotirlanishi kerak emas. O'z vaqtida barcha kommunal to'lovlarni amalga oshiradiganlar. Bank kreditlari bo'yicha majburiyatlarni qat'iy bajaradiganlar. Mulk hujjatlari to'liq va tartibga solingan kadastr ma'lumotlari yangilangan mulk egalari, yangilangan mustahkam va zamonaviy binolarda yashovchilar, agar bu binolar davlat ehtiyojlari uchun aynan kerak bo'lmasa. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, qaltis shartlar va noaniq nuanslar. Ko'chmas mulkdan majburiy mahrum etishning barcha holatlarida mulk egasining huquqlarini himoya qilish mexanizmlari mavjud. Bu shunchaki kelib kvartirangizni tortib olish degani emas. Barcha harakatlar qonuniy tartibda amalga oshiriladi va sud qarori talab etiladi. 1. Mulk huquqining daxlsizligi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va Fuqarolik kodeksiga ko'ra mulk huquqi daxlsizdir. Hech kim o'z mulkidan sud qarorisiz mahrum etilishi mumkin emas. Har qanday holatda, masalan, kommunal qarzlar, bank kreditlari yoki davlat ehtiyojlari uchun mulkni olib qo'yishda jarayon sud orqali o'tishi shart. Sud jarayonida mulk egasi o'z huquqlarini himoya qilish, e'tiroz bildirish, dalillar keltirish imkoniyatiga ega bo'ladi. 2. Ijro harakatlarining bosqichlari.
Agar sud qarori chiqsa va siz undan norozi bo'lsangiz, yuqori instansiyalarga apellyatsiya berish huquqingiz bor. Agar sud qarori kuchga kirsa ham, MIB birinchi navbatda sizga ixtiyoriy ijro qilish uchun muddat beradi. Masalan, qarzingizni to'lash yoki yangi kvartiraga ko'chish uchun ma'lum bir muddat belgilanadi. Faqat shu muddat o'tgandan so'ng va siz majburiyatlarni bajarmaganingizdan keyingina majburiy ijro choralari qo'llanilishi mumkin. Bu jarayon bir necha haftadan bir necha oygacha davom etishi mumkin. MIB darhol kvartirangizni kimosh savdosiga qo'ymaydi. Avval boshqa mol-mulkni, avtomobil, pul hisob raqamlari undirishga urinadi. Davlat ehtiyojlari uchun mulkni olib qo'yishda kompensatsiya. Yuqorida aytib o'tganimizdek, agar sizning mulkingiz davlat ehtiyojlari uchun yo'l qurilishi, shahar markazini yangilash va boshqalar olib qo'yiladigan bo'lsa, sizga teng qimmatli turar joy yoki bozor qiymatida pul kompensatsiyasi berilishi shart. Bunda ba'zi noaniqliklar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, taklif etilgan kvartira o'zingiznikidan kichikroq bo'lsa yoki narxi sizning mulkingizga mos kelmasa. Shuni unutmaslik kerakki, siz bunday holatda taklif qilingan shartnomani imzolamaslikka, baholash natijalariga e'tiroz bildirishga va hatto sudga murojaat qilishga haqlisiz. Qonunga ko'ra, qiymatni baholash mustaqil baholovchi tashkilot tomonidan amalga oshirilishi kerak va uning natijalari sizga ma'lum qilinishi shart. Agar kelishuvga erishilmasa, u holda sud orqali mulk olib qo'yilishi mumkin. Lekin har holda kompensatsiya to'lash majburiyati saqlanib qoladi. Sizni ko'chaga chiqarib qo'yishlari mutlaqo mumkin emas. 4 asrlik yagona turar joyning himoyasi. O'zbekiston qonunchiligida fuqaroning yagona turar joyini undiruvga qaratishda muayyan cheklovlar mavjud. Agar sizning mulkingiz yagona turar joy bo'lsa va unga nisbatan undiruv qaratilgan bo'lsa, sud har doim ham darhol mulkni sotishga ruxsat bermaydi. Ayniqsa agar qarz kichik bo'lsa va undirishning boshqa usullari mavjud bo'lsa, biroq bu mutlaq himoya emas. Agar qarz juda katta bo'lsa, masalan, ipoteka krediti bo'yicha yirik qarzdorlik bo'lsa yoki kommunal qarzlar 100 millionlab so'mdan oshsa, yagona turar joy ham undiruv obyekti bo'lishi mumkin. Lekin bunda ham sizga sharoit yaratib berish, masalan, qarz miqdoriga mos keladigan kichikroq turar joy olish imkoniyati berilishi mumkin. Bu holatlarda ham sud har bir vaziyatni individual ravishda ko'rib chiqadi va insoniy omilni hisobga oladi. Asli shubhali shartnomalar va firibgarliklar. Ba'zida fuqarolar o'z ehtiyotsizliklari yoki bilmasdan shubhali shartnomalarga imzo chekishlari natijasida mulklardan ayrilishlari mumkin. Masalan, tanishlardan olingan yirik qarz evaziga kvartirani garovga qo'yish, so'ngra qarzni to'lay olmaslik yoki firibgarlar tuzog'iga tushib mulkni ishonchnoma asosida begona shaxslar nomiga o'tkazish. Bunday holatlar qonun doirasidagi majburiy olib qo'yish emas, balki shaxsiy ehtiyotsizlik yoki jinoyat natijasidir. Har qanday yirik bitimni amalga oshirishdan oldin huquqshunos bilan maslahatlashish va hujjatlarni sinchkovlik bilan o'rganish zarur. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, yuqoridagi ma'lumotlarni inobatga olgan holda o'zingizni va mulkingizni qanday himoya qilishingiz mumkin? Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar. 1. Mulk hujjatlaringizni to'liq tekshiring va tartibga soling. Nima qilish kerak? Kvartira yoki uyingizning kadastr pasporti, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, ol-sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi, davlat orderi va boshqalar asl nusxalari sizda bormi? Ularning barchasi sizning nomingizda rasmiylashtirilganmi? Kadastr agentligi hududiy bo'limiga murojaat qiling va barcha ma'lumotlarning yangilanganligiga, hujjatlaringizning qonuniy asosda ekanligiga ishonch hosil qiling. Qayerga murojaat qilish kerak? Davlat xizmatlari markazlariga yoki kadastr agentligi hududiy bo'limlariga. Qanday hujjatlar kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, mulkingizga oid mavjud barcha hujjatlar. Nima uchun muhim? Asl hujjatlardagi har qanday kamchilik yoki noaniqlik kelajakda sizni ko'plab muammolarga duchor qilishi mumkin. Agar hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, sizning mulk egasi sifatidagi huquqlaringizni hech kim shubha ostiga qo'ya olmaydi. 2. Barcha kommunal to'lovlar va soliqlarni muntazam tekshirib, o'z vaqtida to'lang. Nima qilish kerak? Har oy kommunal xizmatlar, elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi va uchun hisoblangan to'lovlarni o'z vaqtida, hatto bir kun ham kechiktirmasdan to'lang. Yiliga kamida bir marta kadastr bo'limi orqali mulk solig'i bo'yicha qarzga ega emasligingizni tekshiring. Soliqlar bo'yicha ma'lumotlarni soliq qo'mitasining sayti yoki mobil ilovasi orqali tekshirish mumkin. Qayerga murojaat qilish kerak?
Aslında kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning shaxsiy kabinetlari, bank ilovalari Payme, Klik, Apelsin, davlat xizmatlari markazlari, soliq qo'mitasining sayti va mobil ilovasi. Qanday hujjatlar kerak? Aslında shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, kommunal xizmatlar uchun shaxsiy hisob raqamingiz. Aslında nima uchun muhim? Kichik qarzlar ham yig'ilib, jiddiy muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Qarzdorlik to'g'risida sudga murojaat qilish huquqi qarzdorlik miqdoridan qat'iy nazar mavjud. 300. Bank kreditlari va ipoteka shartnomalari shartlarini sinchkovlik bilan o'rganing va ularga rioya qiling. Nima qilish kerak? Agar sizda bankdan olingan kredit yoki ipoteka mavjud bo'lsa, shartnomadagi har bir bandni diqqat bilan o'qib chiqing. To'lov grafikini qat'iy nazorat qiling va to'lovlarni kechiktirmang. Agar moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga kelsa, darhol bankka murojaat qiling. Ko'pchilik banklar muammoga duch kelgan mijozlar uchun qayta moliyalashtirish, refinanslash yoki to'lov muddatini uzaytirish, kredit ta'tilini olish kabi imkoniyatlarni taqdim etadi. Qayerga murojaat qilish kerak? Astirish kredit olgan bank filialiga. Astirish qanday hujjatlar kerak? Kredit shartnomasi, pasport, to'lov qiyinchiliklarini tasdiqlovchi hujjatlar agar mavjud bo'lsa, astirish nima uchun muhim? Astirish bank shartnomalari juda jiddiy hujjatlardir va ularga rioya qilmaslik eng jiddiy oqibatlarga, ya'ni garovga qo'yilgan mulkingizni yo'qotishga olib kelishi mumkin. 4. Astirish agar sizning mulkingiz davlat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi haqida ogohlantirish olsangiz, o'z huquqlaringizni biling. Astirish nima qilish kerak? Birinchidan, vahma qilmang. Hokimiyat qarori yoki boshqa rasmiy xatni diqqat bilan o'qing. Sizga taklif qilinayotgan kompensatsiya yoki boshqa turar joy variantlarini sinchkovlik bilan tahlil qiling. Agar taklif qilingan baho sizning mulkingizning bozor qiymatiga mos kelmasa, mustaqil baholovchi tashkilotga murojaat qilib, o'zingiz baholatishingizga haqlisiz. Kelishmovchilik yuzaga kelsa, sudga murojaat qiling. Qayerga murojaat qilish kerak? Mahalliy hokimiyat organlari, kadastr agentligi, advokatlar palatasi orqali malakali yuridik yordamchi topish, nodavlat notijorat tashkilotlar, NNT yuridik maslahat markazlari. Astariq qanday hujjatlar kerak? Pasport, mulk hujjatlari, davlat organlaridan olingan barcha xatlar va qarorlar nima uchun muhim? Sizning mulkingiz konstitutsiya tomonidan himoya qilingan. Sizga yetarli kompensatsiya taqdim etilishi shart. Muzokaralar olib borishdan qo'rqmang va zarur bo'lsa huquqiy yordamdan foydalaning. 5. Shubhali bitimlar, firibgarliklardan ehtiyot bo'ling. Nima qilish kerak? Agar sizdan mulkingizni garovga qo'yishni, kimningdir nomiga ishonchnoma berishni yoki shubhali shartnomalar imzolashni so'rashsa, har doim juda ehtiyot bo'ling. Bunday hollarda har doim notarius va tajribali huquqshunos bilan maslahatlashing. Hujjatlarni imzolashdan oldin ularni diqqat bilan o'qing va har bir bandini tushunganingizga ishonch hosil qiling. Asl hujjatlaringizni hech kimga bermang. Aslida qayerga murojaat qilish kerak? Xususiy yoki davlat notariuslari, advokatlar palatasi, huquqiy maslahat markazlari. Qanday hujjatlar kerak? Taklif qilinayotgan shartnoma loyihasi, pasport. Nima uchun muhim? Astirisk firibgarlar doim turli xil sxemalar orqali fuqarolarning mulklaridan mahrum etishga urinadilar. Ularning tuzog'iga tushmaslik uchun hushyor bo'ling. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi videomiz sizni xavotirga solgan savollarga aniq javob bera oldi. Yana bir bor ta'kidlayman. Qonun qabul qilindi. Fuqarolar o'z kvartiralaridan ayriladilar degan shov-shuvli xabarlar to'g'ridan-to'g'ri haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Mulkingizni asrash va himoya qilish avvalo sizning o'zingizning ehtiyotkorligingizga, huquqiy savodxonligingizga va majburiyatlaringizni o'z vaqtida bajarishingizga bog'liq. Qonun doirasida sizning huquqlaringiz ishonchli himoyalangan. Faqat o'z vaqtida chora ko'ring, barcha hujjatlaringizni tartibga soling, qarzlaringizni nazorat qiling va bilmagan narsalaringizni so'rashdan, mutaxassislardan maslahat olishdan aslo tortinmang. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos ushbu videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz kelajakda ham shu kabi muhim va foydali mavzularni yoritishda davom etamiz. O'z fikrlaringiz va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ularga javob berishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.